Bugun 28-mart va Amerika Qo'shma Shtatlari tarixidagi eng katta va tinch holatda o'tkaziladigan namoyishlar o'tkazilishi kutilmoqda va hozirda davom etmoqda. Bu namoyishlar hozirgi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining siyosati, xususan ichkaridagi immigratsion siyosat, tashqi Venesuela prezidentining o'g'irlanishi, Eronga boshlangan qarshi urush, Isroilga bo'lgan bog'liqlik, korrupsiya jinoyatlari, Epstein faylariga bog'langan g'azab ortidan ikkinchi marotaba sodir bo'lmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, butun Amerika Qo'shma Shtatlari, xususan Lotin Amerikasi hududida va butun dunyodagi eng katta shaharlarda ayni shu namoyishlar o'tkazilayotgani va bu umumiy 3000 nuqtada sodir bo'layotganligi va bu namoyishlarga millionlab insonlar chiqqanligi aytiladi.